Siz buni bilarmidingiz? Golemlar ham qishloqlarni o'ldirishi mumkin. Aniqrog'i biz uni bunga majbur qilamiz. Buning uchun biz qishloq topishimiz kerak. U yerdan bitta qishloqni qochib ketmaydigan qilib qamab olamiz. Ustidan bittalik blok qilib teshik ochib olamiz va uning ustiga golemni joylashtiramiz. Endigi navbatda biz bu qishloqqa reyd uyushtirishimiz kerak. Reyd tugagach, bunday g'alabadan so'ng barcha qishloqlar osmonga salyutlarni otishadi. Bizning tajribamizdagi qishloq ham salyut otganida u golemga borib tegadi. Golem esa uni dushman deb o'ylaydi. Agar uni ozod qilsak, u qishloqini o'ldiradi. Eng noyob mob bu pushti qo'y emas, bu ko'rinmas o'rgimchak. Ko'rinmas o'rgimchakda faqat hardcore rejimida 2% ehtimol bilan uchratish mumkin. Arbalet ushlab olgan reyderni ko'p o'q otishiga majburlasak, ma'lum bir vaqt o'tgach uning arbaleti sinadi va u butkul qurolsiz qoladi. Bizga esa ziyon ham yetkaza olmaydi. Aytgancha, obuna bo'lish tekin, sizdan atigi 2 soniya vaqt talab qilinadi.